Assalomu alaykum. Birinchi bizda o'z kanalining ashaddiy muxlislari hamda yangi kelgan mehmonlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obunani bosib qo'yamiz va layklarni bosamiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmati nomerlariga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib, chiroyli qilib sotishga yordam qilib yuboramiz. Bizni birinchi bo'lib kuzatayotgan muxlislarimiz qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketishingizni so'raymiz. Layklarni bangillatib bosamiz akalar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Xorazm, Qoraqalpoq, Namangan hamma tomondan vodiy bosamiz, layklarni bosib tarqatamiz. Biz ko'p gapirib yotmasdan video roligimizni boshlaymiz akalar. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz video roliklarimizni har Ana endi sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktorimiz 2005-yil ishlab chiqarilgan, vidishlari ishlaydi, balon holatlari yangi, 4 ta balonlari ham, motor korobkalari zo'r, Zviza turibdi traktorimiz. Dokumentlari ham joyida ekan. Manzil Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani, Charxunda ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Narxini telefonda yoki texnikani ustida gaplashamiz deb aytib o'tishgan. Realni oladiganlar bo'lsa, marhamat telefon qilishingiz mumkin. Behudaga bezovta qilmasligingizni so'raymiz. Sizda ham sotiladigan texnika, avtomobil, yuk avtomobil, agregatlar bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube'ga, Avtoe'lon o'ziga, OLX'ga reklama qilib beramiz. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan layk bosishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori sotiladi akalar. Texnikamizda ishlab chiqqan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan, chista zavod, hech qanaqa xarajati yo'q, hech qanday detali almashmagan. Oladiganlar bo'lsa, marhamat ekranga nomerlar qo'yganmiz. Texnikamizni ko'rishingiz mumkin. Holatlari ideal holatda, hamma narsasi radnoy balonlarigacha zavoddan keltirilgan. Yangi holatda turibdi. Texnikamizning narxini 80 million, yana ozmoz o'tib beradigan joylari bor deb aytib o'tishgan. Marhamat 28 traktoriga qiziqadiganlar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilasiz. Behudaga telefon qilishingizni istashmayapti. Realni oluvchilar bo'lsa, marhamat realni oladiganlar telefon qilib borib texnikani ko'rib ustida savdosini qilsangiz bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'laning. Texnikani egasiga telefon qilsangiz, egasining raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Kraska bizda shunaqa bo'ladimi? Yangi turibdi. Yangi turibdi. Bunaqa narsani chiza oladimi? Emblemasini. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ83 kolsali traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada. 2019-yil ishlab chiqarilgan. Manzil Samarqand viloyati, Pastdarg'om tumani, Charxunda.
Texnikamizni oluvchilar bo'lsa marhamat, realni oluvchilar telefon qilsin ekrandagi raqamlarga. Texnikamiz 205 million yana oz-moz kami bor. Sizda ham sotadigan texnikalar, agregatlar, avtomobil, yuk avtomobillar bo'lsa marhamat, reklama xizmatiga bog'laning. Video roligimizda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ulashing. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T25 pat-pat traktorimiz ham sotiladi akalar. Texnikamiz holati radnoy holatda yurib turgan texnika srochniy sotiladi pul zarurligi uchun. Texnikamizni oladigan bo'lsangiz, realni oluvchilar bo'lsa marhamat, egasini raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Texnikani narxiga keladigan bo'lsak, narxi 26 million yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Texnikalarni egalariga telefon qilish uchun egasini raqami yozganmiz, o'shanga telefon qilasiz. Reklama bo'lsa, reklama xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Yangisidan bo'lsin degan akalar uchun mana bu yangi texnikamiz ham sotiladi akalar. 80.1 traktorimiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, 1894 marta soat ishlagan. Texnikamizning holati o'ta a'lo darajada turibdi. Texnikamiz manzili Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charxonda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 200 million yana oz-moz o'tib beradigan joylari bor. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilsangiz qolgan batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Faqat realni oluvchilar telefon qilingizlar, behudaga telefon qilishmasin deb aytib o'tishgan. Kechqurun soat 7 dan keyin umuman bezovta qilmasangiz ham bo'ladi. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham 2019-yil ishlab chiqarilgan 82.1 traktorimiz. Bu traktorimizni ham holati o'ta ideal holatda turibdi. Hech qanday xarajati yo'q. Manzil Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Charxonda. Texnikamizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 million yana oz-moz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. Yangi turdagi texnikalar izlab yurganlar bo'lsa marhamat, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Qayerdan kuzatayotganingizni yozib boring. Bizni kuzatishda davom eting. Biz yangilardan qo'yib boramiz. Videolarimizni boshidan ko'rib borayotgan muxlislarimizga kattadan katta rahmat. Like bosgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bosamiz akalar, like'larni, kommentlarni yozamiz. Qayerdan kuzatyapmiz, hammasini yozamiz akalar.